Bu dunyo orzularni ro'yobga chiqaruvchi korxona emas ekan Jahon. Ko'proq nimani orzu qilasan? Bu yerlardan ketsam deyman. Ha, yashivor, ketarmish. Nihoyat orzuyimga yetganda masxarabozga aylandim. Naqadar ayanchli. Har safar nima qilishimni aniqlab olishim bilan hammasi o'zgarib ketadi. Doim shunday bo'lgan. Nega? Hammasi bo'ldi. Ammo men oldim-da baxtimni boy berdim. Taqdirdan nolimayman. Agar yana imkon berilganida, endi orzuyimni amalga oshirgan bo'lardim. Bolaligimdan maktabni yoqtirmasdim. Oyim bo'lsa menga maktabni sevish kerak, chunki ulg'ayganingda ishlashga majbur bo'lasan, derdi. Bu dunyo orzularni ro'yobga chiqaruvchi korxona emas ekan Jahon. Ko'proq nimani orzu